Muhimligini his qildirish mashinasi. Men to'ydim. Taşın, bir muncha tomoqni oshirib qo'yibsan-ku. Men bek to'yib ketdim. Ha? Taşın. Ha? Bu yerda o'tirg'in. Yana boshladi. Opamning chiroyi bek qo'rqinchli bo'lib ketdi. Shuni bilishing kerak. Men kichik vaqtimda davlatimiz namorat bo'lg'ashqa, hammamizning turmushi bek chapaliq edi. Qo'sig'imiz ichib ketsimi, yeydiganga narsa yo'q edi. Nima degan bichora? Taşın, o'ylab baxtingmi? Agar yeydiganga tamoq bo'lmasa, biz qanday qilamiz? Tomoq bo'lmasa siz etib bersiz-da. Agar uyda guruch bo'lmasa-chi? Bo'lki yesakli bo'ladi-ku. Ha? Agar hech nima bo'lmasa-chi? Undaqda sirtqa chiqib yeymiz. Ha, to'g'ri. Men bir bo'lkixonni bilman. Bo'lkisi bek o'xshaydi. Apa, biz bilib berib yeb kelaylik bo'landi. Qara bu balni. Sening bilan chattig'im yo'q. Opam zot nimaga xafa bo'lib qolgandi? Opamning xafa bo'lishimi o'rinliq. Sen aşk qilishning qanchalik azobli bo'lganligini beshingda kechirib baxmag'ashqi bilmaysan. Ha, u nima? Muhimlikni his qildirish mashinasi. U bizga ba'zi narsalarning naqadar muhimligini bildirdi. Qizil knopkani besib, havo deb baqira. Havo! Hech narsa ko'rinmaydi-ku. Sal turib bilib qolasan. Shodingdan, uning voydab ketgudek yeri yo'q-kan. Hozir atrofingdagi havo yo'qolib ketyotidi. Bu oq knopkani bossangmi to'xtaydi. Bu qamlashmagan narsa-kan. Endi havoning muhimligini bilgansan, endi qizil knopkani besib, ashliq deb baqira. Unda qisam tomoq yemayman shundaqmi? Hech qisi yo'q Shodingdan. Baribir men tomoq yeyishga bekmi amroq emas. Menga baribir. Tatliq turim yangla. Mana keldik. Uskunning ancha bek unumi yo'qkan Shodingdan. Bek o'xshaganda qiladi. Men rasmli kitob ko'rgach yeyman, ha? Tasimi bir, sen nemishqa doim aşkını isrof qilasan? Unda xo'shib ketma Shodingdan. Men chiqib tayyor cho'p yey. O'ylab boqsam. Rostla bir xaltami yo'q-ku. Men berib pulk setib olay. Rost, pullarimni xajlab qo'yibdiman. Tugashdim. Baribir sal turib kechki tomoq yeydigan vaqt bo'ladi. Taşın, xo'bolak telefon qildi. Nima? Hozirli kaltak top o'yini qilib boramdik. Hozir qorong'i tushib bo'ldi-ku. Birisi baldırlı ketib qolganda uchun uning o'rniga seni chaqirdik. Ha, ko'pchilik diqqat. Yaxshi, ha, yaxshi turinglar. Ha, boshlandi. Ha, Daşum, tez. Kayninga yenib uni tutib ol. Tez bo'l, Daşum. Mana. Daşum, nimandaq bisildaysan? Topni topolmadim. Endi qanday qilaman? Ağlab dur, o topni hammamiz pul chiqarib setib olgan. Agar topolmasang to'laysan. Uqdingmi? Ha? Tez bu yoqqa chiq. O'tinib qolay. Qo'sig'im bek ichib ketdi. Pek yaxshi bo'ldi.
endi uyga qaytib tomoq yeyalaydigan bo'ldim. Shuncha kech bo'lgacha nalarlar qaylab yurding? Ha? Kech tomoqni yig'ishtirib etdim. Tez kirib uxlagin. Opam nemishqa o'g'liq bundoq uyishlik qiladigandu? Andig'i tamoqning qanchalik muhim ekanligini bilgansan. Nayt aniq bildim, tezdan uni to'xtatgina. Tashung, tomoqni isitib qo'ydim. Tez shu tomoq ye. Burun faqat his qilmabdi ekanman. Tomoq yeyish bek yaxshi ish ekan. Tashung, topshiriqni ishlab bo'lib, anda uxla. Opamning gapi bek jiq. To'g'ri. Shodindong, iliq uskunni menga berib tur-a. Men opamning muhimligini his qildir. Tashung. Mening sirtqa chiqadigan ishim bor. Men chiqib kiray. Yo'lda diqqat qiling, ha. Doim shunda g'alat ishlarni o'ylab topsan, Tashung. Sehrli Pandora qutisi. Tashung, biz kaltak top o'ynab kelaylik. So'qlab turinglar, hozir tushaman. Tashung, nega borasan? Man Voy, texi menga darsini tugatib bo'lib o'ynaymi deb va'da berganding-ku. Nimishqa doim va'dangga amal qilmaysan, ha? Tez bu yoqqa o't. Tashungning opasini ochiq kelganda bir qo'rqinish qilib ketadi. Tez ketaylik. Yuranglar ketaylik. Men diqqat qilmagan vaqtda o'g'irlikchi qochaman deb o'ylag'icha bo'lma. Topshiriqlarning hammani ishlab bo'lgandan keyin onandan chiqib o'yna. Yana til eshitding-ku deyman. Mush yerda turibmi opamning ovozini angladi. Opamdan qo'rqdim. Opam ochiqlansa bek qo'rqinchli bo'lib ketadi. Men cho'qib tirishib o'rganishni qaror qildim. Hargiz opamni xop qilmayman. Bu qatimki irodam nihoyatda mustahkam. Mustahkam irodangni 3 soat davomlashtira olsang cho'ng ish. Voyjon, faqat o'rganammidim. Bundoq chog'da muhitni o'zgartirish unumini yuqori ko'targil bo'ladi. Bundaq qilay. 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4. Endi o'rganay. To'g'ri, kalamnim sagit olayjimi? Birdan rasmli kitob ko'rib, ondan keyin dars o'rganay. Qandaq? Deganim to'g'ri ekan. U aran 3 minut 30 sekund bardoshlik beradi. Chatoq bo'ldi, uxlab qoptiman. Men bir yarim ozganman. Nimishqa mening irodam bundoq ojizdi. O'zimga bek o'sh bo'ldim. Bu nima degan sochchilik? Senda irodasini kuchli qilib bo'ldigan narsa bormi? Nima, yana boshlading? Doim mangli tayinib olasan, o'zing hal qilsang bo'lmamdi, Tashung. Irodamni kuchli qilish uchun shu sendan o'tinyapman-ku. Menga yordam qil. Rosma, amaliyotda undaq narsa bor. Sehrli Pandora qutisi. Bu qandaq narsa? Bu kuchlik mustahkam iroda yetildiradigan narsa. Yan tarafdagi knopkani bas. Bu nima? Knopkani basgan odam knopkani besib bo'lgandan keyin 24 soatgacha hargiz bu qutini assa bo'lmaydi, uqdingmi? Nimishqa? Og'zini assang ichidan noyt qo'rqinchli bir maxluq chiqadi. Og'zini ochmasam chatoq chiqmas, Ish undaq oson emas. Qut ichidagi ablag' seni har xil vositalar bilan ozdirib, og'zini ochqizdi. 24 soat ichida assang bo'lmaydi. Buning uchun senda mustahkam iroda bo'lishi kerak. G'ayrat qil, Tashung. Mening desam bu o'tkaldan o'tolmaysan, Tashung. Xo'sh. Meni ko'zga ilmayyotamsan. Men bu qutini hargiz ochmayman. Bu qanchalik narsa edi? Faqat shu bir quti-ku xolos. Biroq bu quti bek chiroyli ekan. Ichida qanday narsa bordi? Qanday g'alati narsa bordi? Voyjon, nima degan xatarlik? Qutini ichayotgan tos qoptiman. Tozimi bir. Bo'ldilar, hajirasim ko'rib jiddiyligimni tugatay. Qung'uzkangu. Bek yaxshi oldi, tutib oldim. Buni bir qutuq solab qo'yay. Quti. Topdim. Men aldanmayman. Mening irodam bek kuchli. Sen hargiz meni ozdirolmaysan.
xatarlik. Uni ichayotgan tos qaptiman. Eng yaxshisi uni tiqib qo'yay. Shunda qilsam bo'lg'udak. Yaxshi, endi o chataq chiqmasa. Jinshan? Yaxshimisiz Dashim? Jinshan, qani uyga kiring. Men hiliqi oldin qatim siz menga beraman degan chet el markasini o'g'il kelgan edim. Men unutib qoptiman. Sen saqlab turing. Hozirla sizga tepib beray. To'xtab turing, ha? Bu Dashim bek unutqoq ekan. Zoda nega qo'ygandiman? Bu yerda emaskan-ku. Zoda qayerda? Unutib qoptiman. Nega qo'ygandiman? Buning ichida emas-ku. Yo'q! Jinshan! Jinshan, meni kechiring. Men sizga et olib beray. Bu quti bek xatarlikkan. Diqqat qilmasam uni ichayotgudakman. Zoda qandoq qilsam bo'lar? Aras. Buni nechiqat qog'ozga o'rab bog'lab qo'yay. Endi xotirjam bo'ldigan bo'ldim. Buni nega tiqib qo'ysam bo'lar? Buni ko'rinmaydigan joyga tiqib qo'yay. Topdim. O'sha yerga qo'yay, ha? Endi chataq chiqmaydi. Endi xotirjam bo'ldigan bo'ldim. Neyse, uyagini mi tiqib qo'yding? Yo'q, hech nima qo'ymadim, opa. Yolg'on gap qilma. Baya sening narsa yoshirib qo'yganingni o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam, ajaba men ko'rsam bo'lmamdi? Yo'q, undoq emas, bu ishlatmaydigan narsa. Undaqda ala, men ko'rib boqay. Mana bir tal quti. Uni ochqin ko'rib boqay. Ichida narsa yo'q dedim-ku. Men och degandikin och. Uning ichida 0 olgan imtihon qog'ozing bor, shundaqmi, ha? Yo'q, bu qutini ochsam bo'lmaydi. Tezin qutini ochqin. Uni ochsam undan qo'rqinish chiqmaqsiz chiqadi. Ochmayman. Tez och deyman. Dashim yana chataq chiqarmagandi. Dashim, sen ichib yetibsan-ku. Onundan qo'rqmadingmi? Bu g'alati maxluq opamdan yaxshiroq ekan. Ko'nglingni tushunaman. Tezginaklik mashinaning taqlidiy qurilmasi. Nima degan chiroyli mashina. Bu yiroqdan kontrol qilib bo'ladigan mashina ekan-ku. Shundaqmi, ha? Ay xubodak, men birdan o'ynab boqay bo'lamdi. Bo'lmaydi. Bu mashina men uchun hayotimda bir qimmatlik. Sendek inkosda va falokat bolalarga bersam, uni cho'qim buzib qo'ysan. Nim davatsan, mening inkosim undoq to'van emas. Xubodak adlaq ochig'ini bek keltiribdi. O'ynab boqqanga nim bo'ladi? Puxsiq. Kim o? Uyda mashina o'ynabsan-ku. Dashim, qaytib keldingmi? Tuzgunaklik mashina gap qilyapti-ku. Buni cho'qim Shodingdan qildi. Shodingdan! 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 Hay, Dashim. Shodingdan bu zoda qandaq narsa, ha? Tezginaklik mashinaning taqlidiy qurilmasi. Bu yerda o'ltirib mashina boshqarasan. Buning ichida siferlik surat tortish apparati bor. U mashina yo'nalishini bu ekranda ko'rsatib beradi. Xuddi o'zing mashina edegandek bo'lasan. Rasmodek qalqiskan-ku. Biroq ehtiyot qilmay biror narsaga ust solsang, senmi o'xshash yorlanasan. Shodingdan nima haydab boqay bo'lamdi? Bo'lmaydi. Sening inkosing bek asta. Cho'qim chataq chiqarsan, shuni sana berolmayman. Bu nima degina? O'zing bu narsani qasam ko'z oldimga qo'yib bermayman deysan. Bek oshirvatsang bo'ladi. Mushunda qilsam bundan keyin sen bilan hargiz o'ynamayman. Bo'ladi, o'ynab boqin. Biroq mushu uyning ichida cho'qim surati 10 kilometrdan eshib ketmasin. Sen bek yaxshi jimo Shodingdan meni bek tushunasan. O'ng putongda mayni desaysan, so'l putongda tormozni desaysan. Buni bilaman, o'yinchiq mashinaga o'xshashgan-ku. Mashina haydash texnikamni sana bir ko'rsatib qo'yay jimo, ha?
Bek yaxşıkan. Xuddi rost mashina haydagandaklar bo'ladi ekan. Nima degan payzi? Daşın ısıdığan bulduğun yönelişini özgert Üstənin astida shundoq cho'ng umid to'ri bor ekan bu. Aldığın qara peyde. Bu bek xatarlik, uqdun mu? Nimandaq chiq gap qilasan, jimroq tursang bo'lmamdi. Bek xatarlik, undaq tez eydime. Rolunu bura aldığın qara peyde. Tez qaytıb çüş daşın düşe. Beshimni og'itib etding. Bunda qilsam men qadaqni zehnimni yig'ib mashinani deyalayman. Sen odishoma bo'lamdi. Daşın andığı boğandı. Sal turib tur, qiziqarli qishloqda hozir boshlandi. Bu yer bek qaranğı ekan, mashina haydagil bo'lmaydi. Mashinaning chirig'ini yondirib boqay-a. Chaşqan! Beshimni og'ritadigan odam oxir ketdi. Sirtqa chiqib haydab kiray, ha? Yarlansam mening karim yo'q. Bundaq o'yinchiq mashina haydaganga yorlanmayman, ha? Yo'lga chiqaylik. Bek yaxşıkan, xuddi rost mashina haydagandaklar bo'ladi ekan. U odam. Aslida Shaufu ekan bu. Shaufuni bir chechitib qo'yaychi. Shaufu! Kim? Kim o meni chaqirgan? Men bu yerda Shaufu. Bu mashina gap qila oladigan-da. Nima degan qiziqarliq. Bu narsadan boshqalarning qo'rqsa bek qiziq bo'ladi ekan. Davomli qayday. Nima degan qiziqarliq, ha? Surat bundaq tez bo'lsa, xuddi musobiq mashinasini haydagandaklar bo'ladi ekan. Suv ko'chig bor ekan, nima degan rohat. Bu o'yinchiq mashinammi o'l bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Endi maydonga keldim. Mush yerda birdam aram elib olay. Bek qiziqarliq bo'ldi. Xuddi Afrikaning o'rmonligida yirtqich hayvonni qo'g'layotgandek bo'ladi ekan. Bu nima? Qandaq narsa bu? Daşın oynab qanğansan, bundaq o'ynasang bek xatarlik, uqdingmi? Xotirjam bo'la, chatoq chiqmaydi. Ko'rgansan, hozirgacha chatoq chiqamidi? Biroq pravsiz mashina haydash qonunga xilaf. Daşın aldığın qara xatarlik. Mana ağzırı çatal çıktı. U nima narsa? Bek qo'rqib ketdim. Mashina buzilganmidi endi? Men berib qarab boqay. Aslı onunla bəmsəm bo'latdi. Tanrım bek qattiq so'qilibdi. Daşın, bu mashinani senin haydaganingni bilatdim, shundaqmi? U bo'dak, bu sening mashinang kanda kechirgin. Sen benim tizginek mashinamni buzib Daşın! O nə ketkendi? Kalite iş, uzadı nə ketkendi? Şodinda. Men qattiq tayoq yedim. Seni yarını sen de pırılı digendim bu. Endi herkesni pravsiz mashina haydamayman. Sen bilen karım yok.